teplitsangizga tekin maslahatni o'sha joyda gruppangizni olaverasiz. Ham maslahat to'liq 100% tekin bo'ladi, ham o'zingiz agronom bo'lish uchun darslikni o'rganib boraverasiz. Assalomu alaykum. Bizni doimiy kuzatib boruvchi va endidan yangi kuzatib kelayotgan akalar, opalar, sizlar bilan men Og'abek Abdusamatov hamda Agroterapiya kanali. Shu paytgacha ko'rib, kuzatib boryapsizlar. Ko'p shogirdlarni, teplitsalarni ko'rsatdik. O'zimizda qanaqa gaplar, issiqxonada hozir hosillar bormi, qay darajada bo'lyapti, o'shalarni ham bir qator bir ko'rsatib o'taylik. Issiqxonamizning hozirgi holati, mevalar ana shunaqa. Ranglar rosa tiniq. Mana bular sredniy bir holatda bo'lsa, mana bular o'zi отбор plus. Solxiyang. Bu yoqda yana keyingi shodirlarda mevalar pishib kelyapti. Holatlari mana shunaqa tiniq holatda. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin navbati bilan mevalarning pishib kelishini. Xohlasa ertaga terim qilamiz. O'shandan oldin bir ko'rsatib qo'y dedim. Bu arimiz bor edi. Bu muddatini o'tadi. Bizga bir 50 kundan oshiqroq xizmat qilib berdi. Endi yangi ari qo'ydik. Ular ham anchagina qizg'in ishlab mevalarni changlatib beryapti. Xo'p. Hozirgi holati mana shunaqa. Hammasida mana shunday ajoyib mevalar pishib turibdi. Hech o'zim qiziqib o'lchab ko'rmagan ekanman. Sizlar bilan bir solxiyangni katta mevasini, o'rtacharoq mevasini, maydaroq mevalarni bir o'lchab ko'ramiz. Bu hozir pishib yetilmagan, lekin ancha yirik. Deyarli 4 ta barmoqni qoplab olyapti. Bir qiziqib o'lchab ko'raylik. Yaxshi pishgan mana. O'rtacharoq mevasi. Izlaylik, eng kattasini topishga harakat qilamiz. Mana bu ham o'rtacha ekan. Bir ham ajoyib pishgan. Ranglar rosa tiniq. Agar meva kerak bo'lsa ham aytaverasizlar. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Buni tergandan keyin ham mevasini qo'yib beraman. Dum-dumaloqcha ekan. Qaysi birini o'zamiz? Bunisini? Bunisini? Ikkalasi ham rosa yirik. Shunisini uzib qo'ya qolaylik. Uzayotganda e'tibor qilasizlar mevani. Mana bu yerdan tortib bunaqasiga qiyshaytirib uzilmaydi. Har doim qizil meva etiga tegmagan holatda cho'kchasidan mana shunday sindirib uziladi. Shunisini ham uzaylik, nima bo'lsa bo'ldi. Uydagilarga beramiz. Ana shunaqa. Kipriklari ham rosa chiroyli. Maydarog'idan ham bitta uzamiz. Xo'p, maydarog'i. Maydasini topolmayapman, anchagina hosilchalari chiroyli bo'lgan. Mana bu yerda ham bor ekan. Kattasi. Buni qatordan ko'raylikchi. Mana shunday massada hozir mevasi bor palagida. Hosillar birin-ketin pishib kelyapti. Mana buni ustsak bo'ladi. Shu bo'ladi bizga.
Mana bitta qulupnay. Xo'p. Bitta gul, ikkita gul, 3ta, 4ta gul chiqargan. Mana 5-inchisi o'z mevalarni pishirib beryapti. Shunaqa. Deyarli hammasi shunaqa. Mana bunda ham 4ta bor, mana bunda 3ta ekan. Ko'plarda mana shunaqa. Ko'pchilik aytadi, birinchisi katta, keyinlari mayda bo'lib qoladi. Yo'q, bundan mana o'zi bitta uzilgan. Xo'p, mana ikkinchilari ham adbordan ham yirikroq chiqyapti. Mana bunga qarangizlar, bitta shoda hozirda o'zida 4ta yirigi bor. Farnirovka qilindi. Mevalar farnirovka qilingan. Mana shunaqa. Mana bu farnirovka qilingan. 5ta, 6tadan ba'zilarida 7tagacha meva qoldirib farnirovka qilingan. Mana bulardan ikkitalab uzilgan, keyingi ikkitalar ham juda chiroyli pishgan. Xo'p, maydarog'ini ko'raylik. 19 gram. To'g'ri, bundan ham maydasi bor. Maydaroqlari 15 gramliklari ham chiqadi, lekin mana shu bu ham unaqa mayda deyilmaydi. 19 gram. Xo'p, ozgina ezib qo'yibmiz. Mana shu 23 gram o'zi bu sredniy 1da. Bu mayda deyotganimiz ham sredniy 2da ketadi. Bismillah. 46 gram chiqdi. Bunisicha 50 gram chiqib qo'yadi. Oh. Ana bo'lsa. Shunaqa haqiqiy so'lxiyanglar. Shunday ideal holatda. Mana bitta shodada mana shunday 3ta, 4ta yiriklari bor. Bular ham uzilgandan keyin yirik bo'ladi. Xudo xolasa bugun chislomiz 27-dekabr. O'zimizning Tbilisi'dagi holatlar. Atak hozirgi holatlari mana shunday. Arilar ishlayapti. Sug'orish tizimi, bu haqida ham ko'p mavzu qilganmiz. Sug'orishlari bir kunda bir mahal, 2 kunda bir mahal va yomg'ir kunlari 3 kunda ham bir mahal berdik, chunki suvni ko'chat yaxshi ichgani yo'q. Mevalari tam juda ham shirin. 1x apparatda o'lchab ko'rdik. 14 chiqyapti. Bu juda ham zo'r. So'lxiyangniki o'zi normada 12 dan 15 gacha bo'ladi. Tamam, bizda 14 chiqyapti. Bu juda ham zo'r holat. Keyin yana bitta sizlar uchun e'lon. Hozir ko'pchilikni talabiga binoan onlayn kursni 2-mavsumini boshladik. Buni starti bizda 5-yanvardan boshlanadi. Bu yerda ko'p bora aytdim, o'sha agronomlik sirlari to'liq o'rgatiladi. Bu kursda o'rganayotgan bo'lsangiz, siz agronom yo'llashingiz shart emas. O'zingiz Tbilisingizda bemalol qarovni yo'lga qo'yib, mana shunaqa chiroyli qilib yetishtira olishingiz mumkin. Faqat qulupnay emas, pomidor, bodring, bolgarskiy, gulchilik sohasida ham bir qancha darslar berib borilyapti gruppada. Ko'proq nima deydi? Gapdan ko'ra o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rganlaringiz ma'qul. Agar qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomer qo'yaman. O'sha telefon nomerga Telegramdan yozib yoki qo'ng'iroq qilib bir xabar berib qo'ysangiz, bir kun sinov muddatga sizlar gruppadan bepul foydalanishlaringiz mumkin. Ya'ni darslar qanaqa tartibda bo'lyapti? Ovozli chatlarga qatnashib ko'rasizlar, tashlanayotgan darsliklarga e'tibor qilasizlar, qay tartibda bo'layotganini darsni to'liq o'rganib chiqasizlar. Agar ma'qul kelsa, bemalol ana shu kursda siz o'qib davom etishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa kurs haqida hali ko'p ma'lumot beraman. U yerda kerakli darslar rosa ko'p o'tilyapti. Xo'p, qaysi? Masalan, bizga eng kerakli bo'ladigan azot mavzusi o'tilgan. Oyda boshida masalan katta mavzular qilib o'tilgan. U qayerda bo'ladi? Nima deydi? O'simlikka qanday ta'siri bor? Qaysi jarayonlarni
nima deydi, boshqarib turadi. O'shalar haqida juda ham ko'p ma'lumot berilgan. Masalan, olaylik, qisqacha ma'lumot o'sha kursdan. Azot elementi eng katta makro element hisoblanadi. Fotosintez reaksiyalarini boshqarib turadi. Bizda shakar bilan bog'liq ravishda o'simlikka ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni azot elementini normada beradigan bo'lsak, bizda shakar yig'ilishi yaxshi bo'ladi. Nisbatan kamroq bersak, shakar yig'ilishi oshadi. Ya'ni mevalarimiz mana shunaqa ranglari ochilib, qip-qizil, ta'mi ham juda ham shirin bo'ladi. Xo'p, agar azot elementi ko'p, haddan ziyod ko'p bersak, bilmasdan nitrat ozuqalar ko'p berib qo'yishimiz mumkin. O'shalarda azot ko'pda berib qo'ysak, nima bo'ladi? Bizda mevalarimiz birinchidan mayda bo'ladi, chunki shakar bilan suv mevaning ichiga yaxshi yetib kelmaydi. Ko'pchilik hozir mana shu bilan juda ham qiynalyapti. Mevasi rosa ozuqa beradi, teplitsani isitish sistemani zo'r qilib qo'yadi, lekin mevalari mayda bo'lib qoladi. Sabab mana shu pitaniyalarni noto'g'ri berayotganidan. Azotni ko'p berib qo'yadi, natijada shunaqa mevalari kichik, ta'mi shirasiz bo'lib qoladi. Xo'p, ayniqsa kaliy nitrat o'g'itidan juda ko'p foydalanadi. Uni o'rniga sulfat ko'proq ishlatganda mevalar yana ham shirin va yirik, rangi ham tiniqroq bo'lib chiqardi. Xuddi shunga o'xshash elementlar juda ham ko'p. Kalsiyni o'rni haqida gapirib o'tirilgan, mevalarga ta'siri, poyaga ta'siri, barglardagi o'rni. Xo'p, keyin bizda fotosintez reaksiyalari, mana shu ko'pchilik so'rayapti, changlanish mavzusi, urug'lanish astoydil noldan har bitta soatda qay darajada nima bo'lishigacha aytib o'tilgan. Uni hozir YouTube'da aytib berish juda ham ko'p vaqt oladi. Bitta changlanishni o'zini 40-50 minut video qilib tushuntirib berganman. Bemalol o'sha Telegram kanalga kirib, sinov muddatga bir kunchalik ko'rib, darslar qanaqa shaklda bo'layotganligini, videolarni ko'rib, tanishib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. To'lovlarni oldindan aytganman, 900 ming so'mdan har oy uchun. Siz masalan, u sizga juda ham qulay keladi. Chunki oylik to'lov 900 ming so'm qilasiz, bemalol 1 gektar bo'ladimi, 1 sotix bo'ladimi, 10 sotix bo'ladimi, teplitsangizga tekin maslahatda o'sha joyda gruppani o'zida olaverasiz. Ham maslahat to'liq 100% tekin bo'ladi, ham o'zingiz agronom bo'lish uchun darslikni o'rganib boraverasiz. Xo'p, agronom yo'llamaysiz, 10 million, 15 millionlab oylik to'lamaysiz agronomga. O'zingiz bemalol o'rganib chiqasiz o'sha narsani. Hech qanaqa sir yashirish yoki boshqa narsa yo'q, hammasi 100% to noldan eng 100% natijagacha xudo xolasa o'rgatib boriladi. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi degandek. Gruppaga menga yozing, gruppaga qo'shaman. Gruppada darslar qanaqa bo'layotganini astoydil kuzatib borasiz. Yo'qsa, o'sha gruppa doimiy siz uchun xizmat qiladi. Xo'p, aytmoqchi bo'lganlarim mana shundan iborat. Agar qandaydir tushunmovchilik va savollar bo'layotgan bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Kommentariyalar ochiq, bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. Va obuna bo'lmaganlardan shuni so'rab qolardikki, obuna bo'lib qo'yingizlar. Juda ham hali foydali mavzularimiz ko'p. Qandaydir sizga mavzu qiziq bo'lsa, yana kommentariyada yozib qo'yishingiz mumkin. Imkon qadar yoritib beramiz. Ozuqa temasi bo'ladimi, boshqami, hammasini YouTube'da ham o'rgatib beraveraman. Keyin bitta noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin sizlarda. Onlayn kurs bo'ldi, bu yog'i pullik bo'ldi, Telegramdan yozib bo'lmaydi deb o'ylamangizlar. Bemalol qanaqa savollaringiz bo'lsa, YouTube, Telegram, Instagram hammasidan tortinmasdan so'raveringizlar. Qo'ldan kelgancha hammasini tekin o'rgatib beraman. U muammo emas. Faqat onlayn kurs nima? Biz 1 oy davomida tinimsiz mehnat qilamiz. 10 marta 1 soatdan dars o'tamiz. U doskada tushuntirib berish. Xo'p, ko'proq vaqt ajratamiz unga. Ovozli chatlar qilamiz. O'shaning uchun to'lovi bor. Aslida u 30 kunga 900 ming so'm pul. Kuniga hisoblasak 2 soat, 3 soat mehnat qiladigan bo'lsak 30 ming so'mdan tushyapti bir kunga. Ilm nima deydi? Qadrlanish uchun bu yerda pul belgilangan. Aslida u darajada yirik pul emas. Xo'p, hammalaringizga rahmat. Ishlaringizga omad, sog' salomat bo'lasizlar.